alaykum aziz tinglovchilar va kutubxonamiz foydalanuvchilari. Men sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov qalamiga mansub asarlari, shu jumladan Ikki eshik orasi romani haqida bibliografik sharhini taqdim etmoqchiman. Quyida bu ko'rib turgan nusxasi 2019-yil Toshkent Ilm Ziyo Zakovat nashriyotida qayta nashr etilgan. Asarda urushning nafaqat jang maydonidagi, balki oddiy oilalar hayotidagi og'ir oqibatlar ham yoritiladi. Yozuvchi urush tufayli ota-onalaridan ayrilgan bolalar, farzandini kutayotgan onalar, umr yo'ldoshini sog'ingan ayollar hamda front ortida mehnat qilgan insonlarning hayotini samimiy va hayotiy voqealar orqali tasvirlaydi. Bu asar tinchlikni qadriga yetishga, sabr-toqatli bo'lishga, ota-ona, yaqinlarimizni qadrlashga undaydi. Shu sababli Ikki eshik orasi o'zbek adabiyotida eng qadrli va mazmunli asarlardan hisoblanadi. Bu asar sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, bizning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Axborot kutubxona markaziga tashrif buyurib o'qishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.